Assalomu alaykum kanal obunachilari. Bugungi xabarlar. Bu pullar o'zbek xalqiniki. Gulnora Karimovaning O'zbekistonga qaytarilgan 67 million dollarlik aktivlari nimaga sarflanmoqda? Gulnora Karimovaning Shveysariyadagi musodara qilingan pullarining bir qismi O'zbekistonga qaytarildi. Qanday qilib bu nimalarga sarflanayotgan jarayonni nazorat qilish uchun BMT Shveysariyada tashkil etilgan ishonch jamg'armasi Gambiya assotsiatsiyasi rahbari Yunus Astrop gazeta.uz'ga shu haqda intervyu berdi. Gulnora Karimova Shveysariyada musodara qilingan aktivlarni mamlakatga qaytarish bo'yicha ushbu mamlakat hukumati bilan kelishuvlar imzolangani haqida bir necha xabar berilgan edi, ammo mablag'larning qachon O'zbekistonga qaytarilgani va nimalarga sarflanayotgani, jarayoni qanday kechayotgani to'g'risida jamoatchilikka ochiq ma'lumot berilgani yo'q. Gulnora Karimovaning Shveysariyadagi musodara qilingan aktivlarning qancha qismi O'zbekistonga qaytarildi? Gulnora Karimovaning musodara qilingan aktivlarni qaytarish Shveysariyadagi jinoiy ishlar bilan bog'liq. Hozirga kelib ikkita jinoiy ish yakuniga yetkazilgan. Birinchi ishi 131 million dollarga taalluqli bo'lib, bu 2022 yil sentyabr oyida jamg'arma tashkil etilgan vaqtda ko'rib chiqilgan, yakunlangan edi. Yaqinda esa 182 million dollarga taalluqli ikkinchi ishi ham o'z nihoyasiga yetkazildi. Shunday qilib, O'zbekistonga qaytarish uchun restitutsiya jamg'armasiga umumiy hisobda 313 million AQSh dollari ajratilgan. Shundan 95 million dollarlik mablag' jamg'armaga o'tkazilgan. Aniqroq aytganda, Shveysariyadagi BMTning Nyu-Yorkdagi bank hisobiga 95 million dollarlik o'tkazilgan. Qolgan mablag'lar esa Shveysariya hukumati nazoratidagi Shveysariya bank hisobiga saqlanmoqda. Demak, jamg'arma 95 million bilan kapitallashtirish, o'sha 95 milliondan hozirgi kungacha 67 million dollarlik miqdordagi mablag'larni O'zbekistonga aholiga foyda keltiradigan ikkita sohaga — sog'liqni saqlash va tizimdagi loyihalarga o'tkazilgan. Qolgan barcha mablag'lar BMTning Nyu-Yorkdagi bank hisobida yoki Shveysariya hukumatining Shveysariyadagi bank hisobida saqlanmoqda. Jamg'armadan 67 million dollarlik mablag' ushbu ikki yo'nalishdagi loyihalar uchun ajratilgan.